6 va 4 yoshli opa-ukalar uchun hayit ayyomiga boks yig'amiz. Birinchi bo'lib apalarini bokslarni raspakovka qilib beramiz. Ichiga chiroyli raskraskamizdan soldik. Hozir Hello Kitty hamma yoqda trend bo'lyapti. Shuning uchun Hello Kitty raskraskamizdan soldik. Varaqlari qalingina bo'lgan. Nakleykasidan soldik. Penaldan soldik. Hello Kittyni juda ham chiroyli qalingina qalamdan solib yuradilar. Sochlarini yuganlarida qo'l bo'lmasligi uchun abadok soldik. Maska soldik, qiziqayotgan ekanlar maskaga. Oyna taroqli, juda ham chiroyli bo'lgan, taroqli soldik. Ruchka soldik, Hello Kitty'li 3 ta rangda yozadi bu ruchkamizda. Nakleyka kiyintiradigan va trendda bo'lgan zakotchkamiz. O'g'il bola uchun nima yig'dik? Raskraska 4 yoshli bola uchun qiziqadi. Juda ham chiroyli. Ichida nakleykalari ham chiqadi bu raskraskamizdan. 3D puzzle и hozirgi magnitli doskalarimizdan soldik.